Assalomu alaykum YouTube do'stlari, hurmatli qulupnay ishqibozlari. Bugun Xudo xolasa qulupnaylarimizni mevasini yiriklashtirgani ozuqa beryapmiz inshaalloh. Xudo xolasa 5 kun 10 kun ichida Xudo xolasa mevalarimiz bozorimiz rastalariga chiqadi. Xalqimizga taqdim etamiz nasib bo'lsa. Mana shunday holatda hozir mana shu bugungi mevasini yiriklashtirgani magniy sulfat, monofosfat kaliy, kalsiy nitratni qo'shib berdik. Xudo xolasa yaqin orada pishib qoladi. Mana qaranglar, pishishni ham boshlabdi. Xudo xolasa tez kunlarda bizdan bozorga olib chiqamiz. Xudo xolasa kanalimizga a'zo bo'linglar, nasib bo'lsa barcha mana shu qulupnayga oid ma'lumotlarni berib boramiz. Xudo xolasa like bosib maksimalni shu gruppalarga, shu qulupnay ishqibozlariga jo'natishni unutmanglar. Xudo xolasa yaxshi yangiliklarni, kerakli ma'lumotlarni Xudo xolasa chiroyli qilib berib boramiz.